Ushbu videoda ko'rayotganingiz singari jannatda Allohning jamolini ko'ring do'stim. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin do'stim. Jannatlarda boshlaringizga tojlar kiydiradigan farzandlardan chiqsin. Hozir mana tayyorgarligim ko'rmasdan akamizga gapiraman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Madina qalay ekan aka? Madina manzara va havo yoqimlik. Alhamdulillah ikkinchi marta keldim mana. Allohga shukrlar yetkazganiga hamdlar aytib, maza qilib, ibodatlarni qilib yuribmiz. Sovuq ancha havosi. Havosi yoqimli sovuq. Yoqimli sovuq. Endi bu yerda bu havo bilan yana Petriga qaytamiz, qishga qaytamiz endi xudo xohlasa. Qaysi davlat fuqarosiz? O'zbekiston. O'zbekiston fuqarosi. Men o'zim ham O'zbekiston fuqarosiman. Rossiyadan o'laroq kelib bu yerga Allohning baytiga kelib, umra ziyoratlarini qilib, hozir mana yana Rossiyaga qaytib boramiz. O'zbekiston pasport bilan men o'zim odam olib kelaman, o'zim yana qaytarib olib qo'yaman. Shaxsan o'zim ham O'zbekiston fuqarosiman. Alloh xayringizni bergur. Qizig'i yo'q. Siz O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarosi bo'lsangiz ham Allohning baytiga bemalol kelsangiz bo'ladi. Buning uchun ko'rsatilayotgan raqamlarga O'zbekistondan kelmoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston nomerlarimizga, Rossiyadan kelmoqchi bo'lsangiz, Rossiya nomerlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Hamdardlik do'stlar, ahlan va sahlan.